Odamlar nima deydi? Ha, videoni boshlanishdan ko'rganingizdek, bugungi mavzu, bugun men aytmoqchi bo'lgan narsa odamlar nima deydi? Ya'ni ijtimoiy bosim. Ijtimoiy bosim nimadan kelib chiqadi va undan qutulish. O'zimni misolimda aytaman. Ya'ni men yaqinda xuddi shu ijtimoiy bosimdan qutulib erkin fikrlash va erkin yashashga harakat qilyapman. Masalan, Instagramga video qo'yapman. Oldin o'ylardim, odamlar nima deydi? Gapirgan gapimni ko'rib qolib, jo'ralarim ahmoq qiladi. Farqi yo'q. Kim nima desa deyaversin. Bu sizning hayotingiz va siz xohlagan ishingizni qilishga haqqingiz bor. Va xohlagan ishda ham eng asosiysi o'sha ijtimoiy normalardan o'tmay holatda. Uyatli bo'lmagan, masalan, bironta bir qotillikka, o'g'irlikka boshlamasangiz, yo fahshni reklama qilmasangiz, u nima farqi bor? Siz yomon ish qilayotganingiz yo'q. Ya'ni bu ham to'g'ri, ijtimoiy bosimdan qutulish kerak, lekin ijtimoiy normalardan oshib ketmagan holda xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Hech kim sizni tanqid qilishga haqqi yo'q. Tanqid qilgan taqdirda ham siz ularga e'tibor bermasligingiz mumkin. Va bundan qutulishning asosiy yo'li men o'zimda qo'llab ko'rgan narsa, biron ishni boshlayapsiz, masalan, nimagadir yozing yoki nimanidir o'ylang. O'tirib qilmoqchi bo'lgan ishingizni o'ylang. Masalan, kitob yozmoqchisiz yoki she'r yozmoqchisiz yoki Instagramga o'zingiz fikrlaringizni yoki qandaydir odamlarga foydali bo'lgan narsalarni olib chiqmoqchisiz. To'g'ri, o'sha narsa haqida to'liq ma'lumotingiz bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha narsani o'rganib olib chiqasiz. Yoki odamlarga qandaydir ruhlantirishingiz mumkin. Va hammasini ijtimoiy normalarida ko'rib chiqasiz. Bu narsa masalan fahshga boshlamaydi, erta bir kun uyalib qolmayman. Yo boshqa. Instagramda to'lib ketgan, fahshga boshlaydi, bu o'g'irlikka yoki urushqoqlikka yo'q. U narsalarni inobatga olish kerak va o'sha chegaralardan chiqmagan holda xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Va kimdir gapirganda ham o'zingizga o'zingiz o'sha ijtimoiy bosimga o'rganib qo'ygansiz, odamlar nima deydi degan narsa. O'shandan o'zingizga o'zingiz tasalli berasiz va o'sha gapdan, ijtimoiy bosimdan qutulib ketishingiz osonroq bo'ladi. Menda shunday holat yuz berdi. Hozirgacha yuz beryapti, lekin men o'zim aytaman, hech qanday yomon ish qilayotganim yo'q va men to'g'ri yo'ldaman. Sizlarga ham xuddi shunday bu kanalda ba'zi bir kitoblardagi va mashhur bo'lgan tajribalar qilib ko'riladi. Bu haqida atdin video olaman. Mindset, to'g'ri fikrlash va dunyoga boshqacha nazar.